Dasturimiz davom etadi. Poytaxtimizdagi Yangi O'zbekiston universitetida O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 34 yilligi munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari xalqimiz birligi, vatanparvarligi va shijoatining haqiqiy ramzi sanaladi. Mazkur tadbir Milliy armiyamiz Yangi O'zbekiston poydevori shiori ostida o'tkazildi. Unda Qurolli Kuchlar faxriylari, mudofaa va xavfsizlik tizimiga mansub tashkilotlar, shu bilan birgalikda universitet xodimlari va talabalar ishtirok etishdi. Universitetimizning asosiy maqsadi nafaqat o'sha eng ilg'or bilim, ko'nikmalarga ega bo'lgan professionallarni tayyorlash, balkim mas'uliyatli, vatan ravnaqiga befarq bo'lmagan va shundan birgalikda vatanparvar fuqarolarni tarbiyalash. Shuning uchun har yili 14-yanvar arafasida ushbu kunni talabalarimiz, professor o'qituvchilarimiz, xodimlarimiz hamkor tashkilotlar bilan birgalikda keng nishonlaymiz. Tadbir davomida harbiy orkestr va san'atkorlar ishtirokidagi chiqishlar hamda qurol aslaha, harbiy texnikalar ko'rgazmasi namoyish etildi. Vatanparvarlik tashkilotining sport seksiyalari ko'rgazmasi ham tashkil qilingan bo'lib, ushbu tashkilotimizning asosiy maqsadi ham yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular orasida sportning texnik va amaliy turlarini ommalashtirishdan iborat. Ko'rgazmalar orqali yoshlarda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularni harbiy vatanparvarlikka ham jismonan ham ma'nan yetuk mutaxassis kadrlar sifatida yetishtirishga xizmat qiladi. Har bir sohada bizga eng oxirgi zamonaviy asbob-uskunalar har birini ta'minlash, avtoulovlarimiz mana ko'rib turganingizdek, hammasi zamonaviy talabga javob beradigan mana shunday ta'minotlarimiz mavjud. Yoshlarimiz kelib, ishlab, hattoki kiyib ko'rishyapti va uni havo apparatlari bor, maskalarimiz bor. Buni qanday qilib foydalanadi, shularni biz tushuntirib ko'rsatib berdik. Juda ularga qiziq bo'ldi. Ularda ham kelajakda men ham qutqaruvchi bo'laman degan bir kayfiyatda kechdi. Harbiy islohotlarning amaliy ifodasini namoyon etuvchi bu kabi tadbirlar barchada ijobiy taassurot qoldirishi bilan ahamiyatli bo'ldi.